Xullas, o'rtoqlar, Benom yaqinda konserti xabaringlar bor. Shu konsertga Benomdagilar kino olishmoqda. O'zi Benom har doim Sarvar Komil konsertida kino qilishgan. Hayotdan olib bir boshqacha bir yo'nalish tanlashgan. Bugungi yangi konsertligi aynan kinoni O'zbegim taronasi radiosida olishmoqda. Bu haqida hozir sekin aylanib ko'rsatishga harakat qilaman. Ish jarayoni bitta harakat qilaman gapirmaslikka. Kamera motor. Начали. Начали. Tinglovchi, eshityapsan. Allo, assalomu alaykum, Mr. X. Men bir qizni sevib qoldim. Menga maslahatingiz kerak. San. Muhabbat. Qanday go'zal tuyg'u. Lekin uning ham o'z qonun-qoidalari bor. Tinglovchi. Qoidalari san. Erkak kishi munosabatlarini yaratadi, ayol kishi esa uni saqlay olishi lozim. Xo'sh, ushbu bandlarning qay birida sizda muammo bor? Tinglovchi. Gap shundaki, u bilan tanishishga jur'at eta olmayapman. San. Tushunarli. Men sizga yordam bera olaman. Faqat avval siz o'zingizni qo'lga oling, chunki qizlarga o'ziga ishongan yigitlar yoqadi. Lekin oshirib ham yubormang. Odatda yigitlar chiroyli qizlarni ko'rishi bilan ortidan yugurib borib tanishishga urinishadi. Siz esa hamma qatori bo'lmang. Uni 2 daqiqa kuzating. Nigohingizni payqaganida "Sen menga yoqasan" degandek tabassum qiling. Tabiiyki, u nigohlarini olib qochishga urinadi. Xullas, kino jarayoni boshlandi. Ko'rgan bo'lsanglar, Sarvar Komil aynan o'zligi ham shu yerda. Bosh qahramonni ham ko'rsatdim. Bosh qahramon niqobda bo'ladi, ya'ni maskada. Agarda sizga juda ham qiziq bo'layotgan bo'lsa, uning uchun konsertga tashrif buyurishingiz kerak bo'ladi. Bu filmni o'zingiz katta bir monitorda kuzatishingiz mumkin. Bosh rejissyor Jamshid Hojiniyozov, o'zi ko'p kliplarni muallifi, ya'ni rejissyori Jamshid Hojiniyozov hisoblanadi. Hozir klip jarayonlari, suhbat bo'lmoqda. Bunaqa beraman. Qani? Прямой эфир? Yo'q, yozyapti. Videovызов? А что то? O'ziga kontent yasamoqchi. O'zbegim taronasida 1+1. O'zbegim taronasi. Ketdik, давай. Qatidan. Efirda. Bu muhabbatli qalblarni birlashtiruvchi 1+1 loyihasi edi. Navbatdagi efirda uchrashguncha. Bo'l, kayfiyat ber, ha. Anaqani ol, birinchi. Kayfiyat ber. Maskani yechdingiz. Zo'r efir bo'ldi, aka. Juda zo'r bo'ldi. Chiqib ketdi. So'ki. Bo'ldi, bu bor. Xullas, kino mana shunaqa tarzda olinyapti, shunaqa kayfiyatda hamma jamoa birgalikda ish olib bormoqda. Biz esa aynan shu kontentni kuzatuvchilarimizga yetkazib berishga harakat qilmoqdamiz. Kinoni nomi adashmasam 1+1 deb nomlanadi. Adashmasam shunaqa deb aytishayotgan edi. Shunday ekan, bizni kuzatib boring.